Allah'ın El-Mutekebbir degan isim sifatlari haqida tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa Ustaz Abdüveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nur aslida Allah'ın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri derslerinden Allah'ın El-Mutekebbir degan isim sifatları haqidagi tafsirlarini o'qiymiz inshaalloh. Ba'da'uzubillahiminashshaytonirrojim. Allah'ın El-Mutekebbir degan isim sifatları haqida tafsirlar. Allah'ın El-Mutekebbir degan sifati Qur'onda bir qancha yerda tilga ilingan. Yani Sure El-Haşr'ning 23-oyatida tercümesi Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud berhak yoktur. O mutlak padişahtır. Yani bütün mahlukatның malikidir. Paktır. Yani hemme noksandan paktır. Müminlerge salametlik begişliğiçidir. Dostlarını qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir. G'olibdir. Qahr qilg'uchidir. Ulug'liq egisidir. Mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pokdir. El-Mutekebbir boshqa narsalarning hammasini o'zining zotiga nisbatan haqir deb ko'rgan zotdir. Ulug'liq büyüklük fakat özgüle xas bo'lgan zotdir. Agar bundaq ko'rish sodiq bo'lsa, takabbur sifati haq bo'ladi. Kibrlik, ulug'liq Allah subhanahu wa ta'ala xosdir. Bendining bu sifatdan ajratib oladigan ulushi qandaq bo'lish kerak? Haqiqiy bendilarning ichida bu sifatdan ulushdor bo'lgan kishi Allohni tonigan, Allah'ın tanıgandan keyin dünya muhabbetiga qalbidan o'rin bermagan kishidir. La ilaha illalloh. Qalbidan hech qanday dünya muhabbetiga o'rin bermagan kishi Allohdan boshqa har bir mavjudotning qarshisida turganda o'zini bu narsalardan fani his qiladigan kishidir. Ani shundala dünya uning oldida arzimas bir narsa bo'ladi. Hatta özünün ibadeti bilen hem Allah'ın rızasıdan ahiretteki cennetten başka nersini ümit kılmaydı. Fakat Allah'ın rızasıyla intildi. Allah'ın rızasının aldıda dünyanın hem nersi hatta ki ahiretteki cennet hem onun aldıda itibarı ilinmaydı. Mana bu Allah'ın El-Mutekebbir sübtidən özüge ülüş acırtıp ağan zatdır. Elbette biz peygamberlerinin hemmisinin bu sübtidən ülüşdar boğununu əsliməsdən ötüp gitelmeyimiz. Xususen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sübtidən en köp ülüşdar boğan zat ki, o kişinin karşısıga hemme dünyanı ilip kelgende qalbidan hech qandaq o'rin bermadi. Qalbidan o'rin bermadi ki, hatta Cibril alayhissalom vodidagi barliq tog'larni oltinga aylantirib berishni aytganda rozi bo'lmadi va dediki, men qul bo'lgan banda bo'lishni xohlayman. Ana u kishi bu dunyoning qarshisida El-Mutekebbir bo'lib turalidiki, u hayatı dünyanın barlıq zib-i zinnetlerine aldanmasdan onu arzimas bir narsa hesapladı. Bu zatqa ergeçken hakiki ölümalar hem şu sifatdan ölüşdar boludu. Ularning qalbida har qanday kereksiz narsalar o'rin ololmaydi. Rabiyatul Adaviya bo'lgan tazi rijal laqamini olgan valiya bo'lgan kishidan Allah'ını yaxşı görəmsiz deb so'ralganda, "Ha, bakli yaxşı görmən" deb javob bergan. "Şeytanni o'ch ko'ramsiz" deganida
mening qalbimda shaytonni o'ch ko'radigan o'rin yo'q. O'rinning hammasini Allohning muhabbati bilan to'ldirdim degan ekan. La ilaha illalloh. Ana shular adovat va boshqa narsalarni haqir deb bildi. Ularning qarshisida Allohning rizosi oldida hech qanday narsa e'tiborga ilinmadi. Hamda ular cennet uchun ibodat qilayotgan odamni himmati töven odam deb bilgan. Ular faqat Allohning rizosi uchun ibodat qilib, qilgan hamma amallarida Allohning rizosini umid qildi. Mana al-mutakabbir sifatidan o'lishdor bo'lgan kishilar mushundoq bo'ladi. İnsanның qalbini 99 qarang'ulik qaplagan. Bu 99 qarang'ulikdan islomga zid bo'lgan 99 axloqsizlik kelib chiqadi. Allohning 99 ism sifatini bilgan, mana mushundaq shaklda bilgan kishining qalbida bu qarang'uliklar ko'tarilib, ham uning natijasida axloqsizliklar yo'qolib, o'rnini islomiy axloqlar o'rin oladi. Ana maxluqotlar buning bilan o'rtaq bo'ladigan sifatlarda har qanday narsani e'tiborga olmaydi. Shahvat, yemek shahvati, turmush shahvati, bularning hammasi qarshisida turganda, bulardan g'alaba qiladigan kishi al-mutakabbir sifatidan ulush olgan kishi bo'ladi. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu wa ta'alaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Baqara surasining 34-oyatida tarjimasi: "O'z vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi." Sura G'ofir 56-oyatida tarjimasi: "Shubhisizki Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarisiga janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibri bor. Ular Allohning nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetolmaydi. Allohga sig'inib, ularning sharridan panoh tiligin. Haqiqatan Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir." Sura Shuara 111-oyatida tarjimasi: "Ular ey Nuh, sana tuvan tabiqidagi odamlar ergashgan tursa, sana biz iymon etamdik" dedi. Hadis shariflarda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh alayhissalatu vassalam mundaq degan: Allah subhanahu wa ta'ala mundaq deydi: "Kibir, cho'ngchilik, kattalik mening ridoyim. Kim mendan uni talashsa, ya'ni kibir qilsa, men uni halok qilib azoblayman." Hakim to'plagan sahih. Abu Davud 4092-hadis. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq deydi: "Qalbida zarrachilik kibrlik bo'lgan odam jannatga kirmaydi." Deganda bir kishi birsi o'zining kiyimlari va oyoqlarining chiroyli bo'lishini orzu qiladi. Bu kibrlik bo'lamdi deb so'ragan vaqtda Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq deydi: "Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'rdi. Kibrlik deganimiz haqni so'zlasa inkor qilish va qabul qilmaslikdir. O'zini cho'ng tutib, boshqalarni ko'zga ilmay kamsitishdan iborat" dedi. Sahih Muslim 275-hadis. Yana Qur'oni Karimda
Sure Zumar 60. ayetide tercümesi Kıyamet günü Allah'a yalganı çaplağanlarının yüzlerini kapkara körsen. Cehennemde mutekebbirlağı orun yok mu? Sure Nahl 23. ayetide tercümesi Allah ulanın yoşurganlarını ve aşkar kılganlarını rastlıp bilip durdu. Allah tekebbürlük kılgıçılarını hakikaten dost tutmaydı. Elhamdülillah. Yukarıda Ustaz Abdüveli Qari Rahimahullah'ın Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel isim süpetlerinden El-Mutekebbir süpetinin tefsirini anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.